33-savol. Masalani ishlang, javobingizni javoblar varaqasiga ko'chiring deb. Quyidagi ma'lumotlardan foydalanib, X elementni aniqlang va kimyoviy belgisini yozing debdi. Demak, jadvalda moddani formulasi yozilibdi va molekulyar massasi yozildi. Demak, XOHni molyar massasi A bilan belgilasa, H2XO4 molyar massasi A dan 2 marta ko'p, 2A - 82 ga tenglashtiriladi. Demak, XOHni molyar massasi aslida X element bilan 3 ta kislorod, ya'ni 48 yig'indisiga teng. Shu son A ga teng ekan. Pastdan H2XO4 molyar massasi 2, bu H massasi, X element massasi X va kislorod to'rttasi 64 bo'ladi. Bu esa 2A - 82 ga teng ekan. Shu ikkita tenglamani soddalashtirib ishlaymiz. A harfini o'rniga X + 48 ni qo'ysak bo'ladi mana bu joydan. Demak, bu yerga yozamiz. Mana bu tenglamani yozamiz. 2 + X + 64 ni tenglashtiramiz. Mana 2 + X + 64 ni A ni ikkitasiga, ya'ni mana bu son X + 48 ni ikkitasi va -82 ga tenglashtiramiz. X + 48 ni 2 ko'paytirib ko'paytirdim. -82 ni ayirganga tenglashtiramiz. Sababi A X + 48 ga teng. A o'rniga shuni yozdim. 2 ko'paytirdim uni. A ni 2 ko'paytirish kerak va -82 ni ayirish kerak. Tenglama ishlasa X kelib chiqadi. Soddalashtiraman. X + 66 bo'ladi bu taraf. Sabab 64 ga bu 2 ni qo'shsa X + 66 teng. Qavsni ochaman. 2X + 96 X ni 2 ko'paytirdim 2X, 48 ni 2 ko'paysa 96 - 82. Yana ham soddalashtiraman. X + 64 66 teng 2X + 96 dan 82 ni ayirsa 14 qoladi. 14. X bu yoqqa minsolib o'tsa 2X dan X ni ayirsa X qoladi teng. 14 bu yoqqa minsolib o'tsa 52 qoladi. Demak, X element 52 massali element, bu xromga to'g'ri keladi. Endi javobda X elementni aniqlang va kimyoviy belgisini yozing deb. Demak, javob xrom degan javob bo'ladi. Javobga mana shu javobni yozish kerak. Belgisini yoz degan. Shuning uchun xromni belgisini yozdik.